Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli. Xudo xolasa yana bitta obyektimiz ishini o'rnatib bo'ldi. Ko'rishingiz har doimgidek metal svetda bo'ldi. Bu ham inshaalloh belpondek shu rangda trendga olib chiqib, chiroyli tarzda xonadon egalariga o'rnatib beramiz shekilli har safar. Yana doimgidek Karsan firmamizniki metalik svetda 1.8 har doimgidek an'anamiz yo'qotmagan holatda sushilkamiz bor. Semisitel usulchidagi qoshiq paddonlari ham vakuum davodchida ko'rishingiz mumkin. Xolodilnik ustularini chiroyli qilib chuqur holatda, ancha chuqur holatda. Xolodilnik yana orqaga ketadi. Video uchun qo'yib turdik. Ikkita etajga bo'lib qo'yganmiz. Vakuum. Bizda bilasizlar, doim stalishnicasi qalin 3.8 rossiyskiy kedrdagi bo'ladi. Xo'p, bunimiz 3,5 metr joyga, eniga balandligi 2.30 joyga tushgan. Xudo xolasa to'liq holatda bo'ldi. Gaz ichkasini kelgan olishadigan bo'ldi. Standartga mo'ljallab ochib chiroyli tarzda vitichkalarni ham o'rnini chiroyli tarzda o'y berib ketdik. Xudo xolasa juda go'zal tushdi ishimiz, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, buni summasiga keladigan bo'lsak, bizda doim bir xilda bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, 1 metr tepa past hisoblanadi. 2.500.000 so'mdan. Vodiy ichi dastavka uстановка. YouTube'dan oldim nomeringizni qildirmoqchimiz deganlarga 100.000 so'mdan skidkasi ham bor. Bemalol telefon qila olasizlar, xudo xolasa chiroyli tarzda. Podpiska, like bosgan bo'lsanglar 100.000 so'mdan skidka qilib chiroyli tarzda olib borib o'rnatib beramiz, xudo xolasa uylarga. Vodiy ichi dastavka uстановка besplatniy bo'ladi, xudo xolasa. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar.